Bugun Bratislavada, Slovakiya poytaxtida Xitoy avtomobili Cherry'ni taqdimoti bo'lyapti. Avtomobillar taqdimoti bo'lyapti. Bu yerda Cherry'ni ham olib kelibdi. Mana Tiguan 7 modeli. Narxlari 37 ming bo'lgan ekan. Keyin 32 mingga tushgan. Hozir 29 ming taqdimotda 29.590 euro bo'lyapti. O'zbekistonda hech pul bilmayman narxini. Mana shu modeli. Salonlari kojinli. Arkasi. Cherry'ni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. O'zbekistonda ancha mashhur. Lekin men hali Cherry'ga даже ko'rmaganman. Cherry'ni bunaqa yaqin salonlarini. Tak, O'zbekistondagi model bilan bir xilmi salonlari, agar ko'rgan Cherry'si borlar bilsa, orasizlar. Farqi bormi yo'qmi salonda? Elektromobili bu.